kanalimiz obunachilari, sizlar bilan bugun DLS Nurmahmatov. Sizlarga men bugun o'zimni tanishtirib o'tsam, men Qashqadaryo viloyatida tug'ilib o'sganman. Yoshim 15 da. Men hozirda bu gap so'zimga e'tibor bermaysizlar. Mening yoshligimda o'raga tushib ketib, shunday yurmay qolib, yaxshi ovozimga ta'sir qilgan. Men DLS'ni 2022-yildan beri o'ynayman. 21 oxirida boshlaganman, lekin 2022da ham yaxshi o'yinlar ko'rsata olib, akkauntlar qilib, sotib, shunday yuribman. Men o'zimning shaxsiy tarkibim mana bu tarkibim 2024-yil. Hozir bizda Lionel Messi shu taktikada kelgan. Narxi ham mana 59 minutdan keyin ko'rinadi bizga. Biz avvalambor o'tgan yilgi full bo'lgan futbolchilarni ko'rib chiqamiz. Bu Cristiano Ronaldo o'tgan yilda sotib olinib, shu yilda full qilganman. Keyin Toni Kroos bilan Kevin De Bruyne ham ancha yaxshi o'yinlar ko'rsata oladi. 86lik kartasida olib, 96lik kartasiga full qilganman. Yana Sergio Ramos o'tgan yilda taktikada 78da olinib, 80da full qilganman. Lionel Messi o'zining kuchli o'yini bilan ko'ringani bilan shu yilgi taktikada olganman. O'tgan yil oluvdim-u, o'rtog'imga o'ynashga bergandim. Luka Modrichni bilan bilmasdan sotib recover bo'limini bilmas edi. U to'satdan sotib olibdi. Aslida futbolchilaringizni sotib yuborsangiz, sizning recover bo'limingizda paydo bo'ladi. Recover bo'limida siz mana recover bo'limi, men sotgan futbolchilar mana 60 olmosga shuni sotib olsam bo'lar ekan. Mana bizlar videomizning o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlarga men yaxshi kontentlar, videolar qilib turaman. Sizdan faqat like, podpiska tugmalarini bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni yozasiz deb umiddaman. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman. Sizlar uchun xizmat qilib, yana turli xil videolar chiqaraman.